Hop, biznes analitik sifatida kompaniyalarni kuzatib turib, bir narsaga amin bo'ldim. Eng katta moliyaviy zararlar va parchalanishlar xato qilingan hisobotlar tufayli emas, insonlar orasidagi munosabatlardan kelib chiqadi. Tasavvur qiling, sizda eng kuchli rusumdagi judayam kuchli motor bor. Bu xodimning bilimi va tajribasi. Lekin kasbiy tarbiya bu o'z egosini jilovlash, xatoni tan olish, boshqalarni eshita bilish bu o'sha motorni moyi hisoblanadi. Agar moy bo'lmasa, motor qanchalik kuchli bo'lmasin, u tizimni ishqalab yondirib yuboradi. Ko'pincha 10 yillik tajribasi bor qo'shtirnoq ichidagi toksik daholar jamoaga yangi kelgan, bilimi kamroq, lekin ishlashga, muloqotga ochiq odamchalik foyda keltira olmaydi. Chunki bilimni bir necha oyda o'rganish mumkin, lekin inson tarbiyasini, ishga bo'lgan munosabatini o'zgartirish juda ham qiyin. Shuning uchun chinakam professionalizm bu faqatgina mutaxassis bo'lish emas, balkida boshqalar ishlashni xohlaydigan mutaxassis bo'lish hisoblanadi. Aytingchi, sizningcha kompaniyada juda zo'r bilimli, lekin xarakteri og'ir odamni ushlab turish kerakmi yoki u bilan xayrlashishmi?